Pahlavonlar jangiga kelib qoldi. Qarang. Taxnik dori. Odamni qarang. Voy mashallah. Ha. Qandoq Odamni qarang. Qo'y. Ajoyib muhitga tushib qoldi. Odamlarni qarangda. Amerikadan mana shu o'yin qolgan ekan mana amerikanslardan. Nomini nima deydi? Kriket deb nomini. Aytgan bittasi otadi, urish kerak. Shu maydon changni qarang. Hamma o'ynayapti. Tolibjon akalar ham jiddiy. Yerda kurash. Kim yetdi? Nima bo'ldi? Navbat oxir. Shattan ekan, oxirgi raund. So'nggi raund ketdi. Meşe. To'xta deyapti, ko'ryapsan. To'xta. Fors tilida ko'p so'zlarimiz bir xil. Ne bo'ldi ekan? Kim yutdi hozir? Nima bo'ldi? Ko'k yutibdi. Odamlarni qarang, odamlar qiziq. Voy mashallah. Mana endi Afg'onistonga o'xshayapti. Kim endi jangga? Atrofda kriket o'ynaydi. To'g'ri aytyapman, kriketmidi. Shunaqa so'qachani g'itadi, dumbillatib urib qo'yadi. Otcha shu. Hamma Amerikadan shu narsa qolib ketgan ekan. Hamma shuni o'ynar ekan. Shuncha odam to'planib o'ynayapti. Ket, sol. Oh. Ha, bular kuchayib ketibdi. Sol. Qo'yil. Urishini qarang, buni. Dehqon bolalar. Qo'yil. Mana shu yosh bolachalar, ana shu joylardan Messilar chiqadi-da. Ronaldolar shu yerdan chiqadi, chempionlar. Buni aslida qo'lda hali ushlaydigan rezinkasi bo'ladi. Charmi bo'ladi. Bular shunday qo'lida ushlab qo'yapti. Kup qilib. Shang. Voy молодец. Orqangda qoldi. Ha, qo'yil. Ofarin. Bachai avoni.